O'rtoqlar, mana Qirg'izistonning tog'laridamiz. Zomin tog'lariga o'xshab bu yerda ham muzdek suvlar, zilol suvlar, ajoyib giyohlar shifobaxsh bor ekan. Krapiva ham juda ham ko'p ekan. Mana shu yerda ham krapiva bor. Bu yerning havolari juda ajoyib ekan. Yoqdi. Suviga bir cho'milsangiz o'zi ham 10 kun cho'milishni hojati bo'lmaydi. Top-toza yurasiz. Qorni suvlari deyishdi. Agar mana shu kiyimlarimizni uyga borib ochib ko'rsak, shunaqa ham ajoyib hidlar, aromatlar taralishi mumkin. Boshqa duxiylarga, boshqa aromatga ehtiyoj ham, hojat ham qolmaydi. Juda ham zo'r, ajoyib. Boshqa hidni istamay ham qolasiz. Mana cho'qqilari juda ham zo'r, ajoyib. Mana yaqinroqdan ko'rsatay. Shunaqa ham mazza. Soyni muzdayligini, suvini aytmang. Uni oqishini qarang, shovullashini. Eshitilayotgan bo'lsa agar butun bir darani ovozi tutib ketgan. Toshlarning ajoyibligini, katta soyning ichidagi mana shunaqa narsa ham juda ko'p ekan. Xullas, bu yerga kelish kerak. Bir marta bo'lsa ham ko'rib qolish kerak. Rosa ajoyib.